takrorlandi, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Sizni ongingiz sizni tanangizga programma beradi. Siz aura maydon hosil qilasiz. Magnit maydon. Shu narsani tortib olasiz. Shuning uchun ko'p psixologlar aytadi, adasi ichganni eri ichadi, onasi adasidan kalta yeganni uni ham eri uradi, shunaqa. Chunki bu mana shu narsani aytishmaganda, bu bolalikdagi programmani u ongi informatsiyani oldi, bo'ldi. Bu vaqti kelib qayta ishlab chiqadi. Masalan, siz haligacha Titanik kinosini ko'rishingiz mumkin. O'tgan kunlar kinosini qayta ko'rishingiz mumkin. O'sha davrga borib, o'sha aktyorlarni ko'rish uchun. Niyat. Siz aslida o'sha davrga biroz shu kinofilm orqali bo'lsa ham borish uchun. O'sha paytdagi ощущение yoki eski indiyskiy kinofilmlar yo qo'shiqlarni eshitganingizda o'sha paytdagi beg'uborlik davrim deyapsiz, lekin u yerda beg'uborlik davringiz bo'lgani bilan xaos va shovqinli davrga borish. Chunki ongning kayfi, ong o'ylaydiki, mana shu norma. Masalan, bolaligingizda er-xotin tinmay urush qilyaptimi? O'sha ong o'ylaydiki, shu norma, normalniy hayot deb o'ylaydi. Normalniy hayot, bu eng kerakli hayot. Tinchlikdan bezovtalanadi. Tinchlik bo'lib ketsa bezovtalanadi. Va bu programma, bu karma emas, programma va siz hayotingizga rostdan xuddi shunga o'xshagan voqea, adangiz bilan oyingizda bo'lgan voqeani siz hayotingizga ko'chirasiz va endi bunda ajrashmasdan boshqacha odilona yo'l qilish uchun va o'zingizdan jertva tayyorlaysiz. Siz jertva emassiz. Bu ongingizdan sizga qo'yib bergan lavhasi. Siz mana shu kinofilmni boshqatdan ko'rib, boshqatdan glavniy rolda bo'lmoqchi edingiz. Va hamda yoki kimdir oilasida, kimdir misol uchun aytadiki, oilada mana bilasizlar, irsiy, oilaviy nasldan naslga o'tuvchi kasalliklar deydi. Aslida bular hammasi programma bo'lib o'tadi. Ko'proq o'sha gapda gapirgan xonadonda o'sha programma o'tadi. Onasi sahardan diabet bo'lgan, endi bolasi ham bo'ladi. Ularda avlodida bor edi, ularda avlodida bor edi. Aynan gapirgan odamlar bu narsani o'zlari programma qiladi ongiga.